Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana yana Gulfat safkalarimizdan boshlaganmiz. Zakazga ham chiqarib yuboryapmiz. Hop, bular 5 taligi, o'rtasiga bitta qo'yiladi. Shu bilan 5 talik bo'ladi. 12 taliklari. Yana zakatovkalarimiz bor yangi ishlariga. 12 taliklari xudo xolasa chiroyli qilib bitkizyapmiz. Materiali L-disp, mebelli material. Kronkalarini ham chiroyli qilib stanovlarda bostirib, uslugi ishlarda qildirib turib, keyin uyga olib kelib yig'ilinyapti. Xudo xolasa puxta. Tabiiy gullarni ham ko'taradi bular. Sun'iy gul, tabiiy gullarni ko'taradi. Bular o'sha 5 taylari, miramir svetlilari, yangilik qilganlarimiz. Bular ham xudo xolasa chiroyli chiqadi. Bular 3 taligi. Balonlarni o'rnatib, qayirib, endi bular qatirilgan joylariga knopkalari bo'ladi. O'shalarni ustanovka qilib qo'yamiz hozir. Chiroyli chiqyapti ishlarimiz. Kimga shunaqa sifatli gul postavkalar kerak bo'lsa, murojaat uchun nomerlar pastga yozib qoldiramiz. Bog'lansalaring, manzilni ham tushuntirib beramiz. Do'kon narxida agar uyga kelsalaring, do'kon narxidan ancha arzonroq qilib beramiz. Telefon nomeriga bog'langanlaringda uy manzilimizni tushuntirib beramiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Kanalga obuna bo'lishni hech qachon chiqarmanglar. Like, komment kutib qolamiz.